2 nafar qizdan keyin o'g'il xabarini oldik. Qaranglar, mana mijozim 2 nafar qizlari bor edi. Egizak o'g'il uchun taqvim olganlar, lekin bitta o'g'ilga chiqqan oyda homilador bo'lganlar. Egizak oyda emas va 16 hafta 2 kunlik homila 100% o'g'il bola deb tasdiqlab berilgan. Bu mijozim birinchi marta menga qachon yozganlar. Qaranglar, xuddi sizlarga o'xshab YouTube orqali kelgan kuzatuvchilarimdan biri 2025-yil dekabr, 1-dekabr kuni assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xudo xohlasa Allohga ishonib tavakkal qilib plan qildirmoqchi edim sizga deb yozganlar. Biza taqvimlarni tuzib chiqqanmiz, mana qo'shimcha sifatida hamma tavsiyalarni beraman. Har bitta mijozimga to'liq tushuntirib o'taman va tanlangan oyda homiladorlik yuz bergan mijozimda mana testlarigacha tashlaganlar, homiladorlik yuz berdi menda deb yanvar oyida va aprel oyida 16 haftalik bo'lib o'g'il homila deb 100% tasdiqlab berildi. 2 qizdan keyingi natija bu. Ilohim niyat qilgan har bitta obunachilarimga nasib qilsin. Kimdir o'ylanib o'tiradi, menda o'g'il bo'larmikin, o'g'il farzand ko'rarmikinman deb. Ba'zi mijozlarim esa shunchaki sababini qilib mana o'g'il orzulariga yetishyapti.